Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 2025-yilning 26-iyun sanasi. Sizlar bilan men Bahoraman. Agar ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz Bahor Agro kanalidasiz. Bugun teplitsamga ekilgan ekinlar haqida qisqacha va Kievskiy superkarlik banan ko'chatim haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. Hozir mana bu ko'rib turganingiz Dragon fruit ko'chatlarimizni mag'zi qizili. Har bitta tuvagimizda 3 ta, 4 tadan shox chiqargan. Faqat birozgina shuni bog'lashga fursatdan qiynalib turibman. Mana ko'chatlarimiz baquvvat 90 cm gacha bo'lgan ko'chatlarimiz bor. Dragon fruit ko'chatlarimizni mag'zi qizili demak bu. Endi mana bu tomonda urug'dan ekkanim ham bor mana. O'sha eski nodalari baquvvat do'koni kirib ketadi. Mana shuni o'zida masalan 5 ta shoxi bor ekan. Mana buni urug'dan ekkanman, juda ham shoxlab ketgan, lekin hali juda nozik. Buni hali sotmaymiz, buni bo'lib ko'paytirib sotamiz keyinroq. Dragon fruit ko'chatlarimizni mag'zi qizilini ko'rib turibsiz. Endi mana bu tomonda papaya ko'chatlarimiz, karlik sorti. Mana bu joylarda mevalarni uzib bo'ldik. Bularni mana shu joylarda bor edi mevalari. Bu tomonda bananlarimiz hosilini chiqargan, ikkinchi marta hosilini, ikkinchi avlod chiqarib bo'ldi mana hosilini. Bu tomonda ham bananim bor, bu ham hosilini chiqardi. Mana bu papaya ko'chatlarimizni karlik sorti. Mana shu pastda ham hosil beradi bu. Mana anchagina pas. Ular yondan chiqargan shoxi hosil berib bo'lgan mana. Mana bu tomonda ham g'unchalari bor hali. Endi yuqorisini ko'rsataman. Mana yuqorisida g'ij-g'ij mevasi. Buni yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana papaya ko'chatlarimizning mevalarini ko'rib turibsiz. Juda ham ko'p mevalari. Bu tomonga o'taman. Mana yana. Mana bu karlik papaya ko'chatlarimiz. Bularning ichida urug'i yo'q hozircha. Endi mana bu tomonga e'tiborimizni qaratamiz. Bu tomonda dragon fruit ko'chatlarimizni mag'zi oqi. Juda ham baquvvat bo'lib ketgan bular. Mana 1 metr bor, mana buni o'zi 1 metr chiqadi. Mana bu tomonga yotib qolgan bu. Mana ko'rib turibsiz, mana bunda 8 ta shox bor bitta o'zida. Mana bu tomonda dragon fruit ko'chatlarimizni sarig'ini ham kelgusida ko'paytiramiz. Bunga ham talablar bor. Usti sariq, ichi oq. Dragon fruit ko'chatlarimiz ham kelajakda bo'ladi albatta. Bu tomondan o'tamiz. Mana bu karlik Cavendish banan ko'chatimizni hosili. Bu ham. Hamma banan ko'chatlarimiz orqama-keyin hosilini chiqarib kela boshlagan. Hozir qishki stresslardan eson-omon o'tib oldik inshaalloh. Mana endi bu qizil banan ko'chatimizni boshqa sorti. Menda 2 xil qizil bananim bor. Mana bu African Brezi, ya'ni Maurelium deyiladi. Orqasi jigarrang buni. Bo'yi 3 metrdan oshib qoldi buni ham. Bu karlik Cavendish banan ko'chatlarimizni hosillari mana bu tomonda ham hamma banan ko'chatlarimiz hosilini chiqargan. Sekin bu tomonga o'tib olaman. Mana bu tomonda ham boshog'idan sekin-sekin barcha hosillari chiqib kela boshlagan. Mana bunisida ham yaqinlashtirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu bananimizni guli hisoblanadi. Bu ham ochilib yopiladi. Mana bu esa boshoqlari. Har bitta boshog'i ko'tarilib, o'zini hosilini chiqara boshlaydi mana shular. Endi azizlar, ushbu ko'rib turganingiz Kievskiy superkarlik banan ko'chatlarimiz. Ushbu banan ko'chatlarimiz kelasi yilga hosil beradi.
bularni o'zagi 70 santimetrdan 90 santimetrgacha bo'lgan masofada hosilini chiqaradi. Hozir nafaqat aholi xonadonlari, balki korxona, tashkilotlar, ofislar o'zlarini xonalarini deraza tokchasiga qo'yish uchun buyurtma berishmoqda. Buyurtmalarni taksi xizmati va pochta xizmati orqali yuboramiz. Hosildor bananlarda odatda o'rta yoshda mana shu kabi dog' chiqaradi, barigidan malla dog'ini chiqaradi. Agar yaltirab tursa, mana shu dog'ini chiqarmasa, demak bilingki, u hosildor banan emas, faqat manzara uchun ekiladigan banan hisoblanib qoladi. Hozir bu yerda juda ham hayot uchun kurash, hamma bananlarimiz o'sib joy egallashga harakat qilmoqda, lekin mana bu bananimiz oraliqda mana qisilib qolgan bitta bananimiz. Mana shu oraliqda qolib ketgan mana bularni panasida. Shuni ham olib ko'rsataman. Hoppa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qarang, bittasida ikkita bolachasi bor, 15 santimetrli va yana bitta 20 santimetrli bolachasi bor. Hamma bananlarimizni tagida o'zini ikkinchi avlod bolachalarini chiqargan. Mana shu bolachalarni siz olib kimgadir taqdim qilishingiz yoki sotib yuborishingiz ham mumkin bo'ladi. Xohlovchilar uchun bularni tuvagini ham o'zgartirib beramiz va Jizzax shahri orqali yuboramiz. Azizlar, marhamat, buyurtma berishingiz mumkin. Video ostiga bir dona like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agar sizda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, marhamat, albatta fursat topib javob berib o'taman barcha savollaringizga azizlar. Doimo sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.